İki xonali azlar, korobka holatda, etaji 3-qavat azlar, ikkinchi qavat Korolevskiy, 3-qavatning nomi qanday aytiladi azlar? Kim bilsa kommentariyaga yozsin. Ketga arzon qilamiz. Ikki xonali 70 kvadrat, hop, kirib kelish prixoshkasi, normalniy, keng, hop, zaldan boshlaymiz azlar. Zal. Darvoza romlar qo'yilgan, aytgancha vodlari bo'lgan. 3-qavat azlar 70 kvadrat. Hop, sirali chaqirimizga kuxnya, romlari, dapol azlar, balkonchik mavjud azlar. Lokatsiyasi azlar, aeroport, birinchi liniya, Garden Green, yuvinish xonasi va hojatxona razdeliy. Va spalnya azlar. Spalnyasi ana ulovli joylashgan. Mana bu aeroport asosiy yerlar. Chaqirimizga tamojna idorasi, Eko Park azlar. Havosi top-toza va dahshat havoslarda. Ko'rinishi atmosfera bomba azlar. Lichniy parkovkasi. Narxi keladigan bo'lsak, 70 kvadrat, narxi $35,000 va albatta kichkina zazorchasi bor. Telefon qilinglar, baraka qilinglar. Aeroport yo'li, birinchi liniya, 3-qavat, 70 kvadrat. Premium mulk.